oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Biz bundan juda xursandmiz, chunki o'zbek xalqi o'zligini tanish uchun albatta o'zbek tiliga katta e'tibor berilishi kerak. Men ona tilidan dars beraman. 15 yil bo'ldi mana shu fan bo'yicha ishlaganimga. Mana o'quvchilarim ham oliy dargohlarga, universitetlarga mana shu ona tili fani bo'yicha o'qishlarga kirdi va talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Bor tarixga boy Navoiydan olgan chiroy, orzu havas bunda talay O'zbekiston ona yurti. Garchi zulm qilganlarni yoqtirmadim, she'r yozdim, bo'lak ishni qotirmadim. Ona tilim kechir meni, ona tilim. Yil Termiz davlat universitetini bitirib shu kundan boshlab ona tili adabiyot fanidan o'z faoliyatimni boshlab kelyapman. O'quvchilarimiz ona tili faniga bo'lgan qiziqishi juda oshgan. O'quvchilarimdan bir nechtasi oliygoh talabalari bo'ldi va o'zim bilan teppa-teng mana shu soha bo'yicha ishlab kelmoqda. Yonimda ularga ham o'z bilganlarimni shogird sifatida ularga o'rgatib kelmoqdaman va maktabda ham ustoz shogird an'anasiga amal qilgan holda mana shu an'anani davom ettirmoqdamiz.